O'zingizga to'g'ri bo'lgan insonni topish, oila qurish bu qiyin ish. Endi munosabatlarni ushlab qolish bo'lsa, undan ham qiyin. Instagram va TikTokka qarasak, bir inson chiqadi, sizni juftingiz kim bo'lishini xohlaydi desa, geliki bo'lsin yoki agar ayol kishini tanlaydigan bo'lsa, aqlli, xo'p bo'ladi deb turadigan qiz bo'lsin deyshadi. Agar biz realni o'ylaydigan bo'lsak, haqiqiy munosabatlar bu pul yoki shunga o'xshagan material narsalar ustiga emas, balki boshqa narsalar ustiga qurilganligini ko'ramiz. Garvardda o'tkazilgan tadqiqot bo'yicha 724 nafar erkak kishi ishtirok etgan tadqiqotda bir oila muntazam ravishda o'rganilgan va haqiqiy oiladagi munosabat nima ustiga qurilishi taxmin qilingan va bu taxminni o'zini oqlagan. Hammamiz biladigan bu Garvard tadqiqoti bizaga sirli munosabatlar qanaqa qurilishini ikkita qoida bilan o'rgatgan. Eng asosiysi, bu qoidalarga amal qilish jarayonida sizga hech qanaqa his-tuyg'u yoki yuqori IQ talab qilinmaydi. Balki bu qoidalarni bilish va amal qilish o'zi kifoya. Ba'zi odamlar baxtli oilani ko'rib, ular hech qachon janjallashmasa kerak deb o'ylashadi. Lekin hamma oilada janjal, kelishmovchilik bo'lib turishi mumkin bo'lgan holat. Muammo esa qanday janjallashishni bilish. Bu ayni birinchi qoida Garvard tomonidan bizga taqdim qilingan. Bu bilan nima deyishmoqchi ular? Janjal jarayonida shaxsiyatga o'tmasdan faqatgina vaziyatni yoritish, ya'ni bo'lgan vaziyatni diplomatik tarzda gaplashib hal qilish. Bunga ajoyib tarixiy misollar ham ko'rdim. Buyuk Britaniyaning bosh vaziri Winston Churchill va uning rafiqasi Clementina ishtirokida. Bu ikki juftlik o'zi ikkalasi ham tabiat jihatdan qaynoq insonlar bo'lganligi uchun ko'p janjallashib turishar ekan. Eng qiziq tomoni, ular janjal paytida agar mavzu emotsional tus olsa, ular o'tirgan xonasini tark qilib, ikki xil xonaga o'tirishar ekan va bir-biriga janjal haqida xat yozishar ekan. Tasavvur qilasizmi? Bu nimani oldini oladi? Ya'ni ular har xil gapni o'zini juftiga gapirgandan ko'ra, o'sha gapni o'ylab yozganda to'g'riroq va aniqroq yozadi. Va eng qizig'i, yechim juda ham tez bo'ladi. Ya'ni unga xat yozdi, u ham unga javob yozdi. Yozilgan mavzu o'ylanib ko'rilganligi uchun xulosa ham to'g'ri bo'ladi. Hayotimizda bizani inson sifatida o'zgartiradigan omillardan bittasi mana shu jarayonda yashirilgan. Ya'ni biza agar shu misoldan oladigan bo'lsak, janjal jarayonida ayolimizga yoki boshqa insonlarga "Sen mana shu ishni noto'g'ri qilding, sen bunaqasan" deb gapirgandan ko'ra, mana shu ish menga yoqmadi. Ya'ni qani ikkita gapda ham bir xil ma'no bor, lekin faqat gapirish uslubi ikki xil. Ya'ni inson sifatida bizani shakllantiradigan narsa bir xil ma'noga ega bo'lgan gaplarni ham to'g'ri uslubda yetkazib bera olish. Munosabatlarni ham o'ldiradigan narsa ayni shu. Emotsional tus olgan vaziyatga to'g'ridan to'g'ri haqorat bilan yoki insonni taftish qilib yondashish. Undan ko'ra boyagi Churchillning misoli ochiq oydin biz uchun zo'r primer bo'ladi. Bunga amal qilishimiz mumkin. Oke, u oldingi zamonda bo'lgani, hozirgi zamonda-chi? Hozirgi zamonda shu janjal bo'lib turgan paytda bor nariyoq xonaga chiq deydi. Nariyoq xonaga chiqqandan keyin bir-biriga ma'ruzalar tashlaydi. Ayollar qadri, erkak kishining hurmati degan. E'tibor. Bu so'zni biz juda ham ko'p eshitganmiz. Qaysi ma'noda? Ya'ni e'tiborli bo'lish yoki e'tibor berish. Va bu e'tibor Garvard tadqiqotchilarining ham qulog'iga chalinib shekilli. Chunki ikkinchi qoida ayni shunga aloqador. Munosabatlarda katta sovg'alar o'rniga kundalik bo'ladigan e'tiborlar ancha og'irroq va foydaliroq ekan. Buni biz oddiy misol bilan tushunsa bo'ladi. Masalan, sport bilan shug'ullanadigan odam agar bir oy yoki bir muddat sport bilan shug'ullanmasa, mushaklarda holsizlik yoki sportga qaytishga bo'lgan rag'bat tushib ketganini ko'radi. Munosabat ham xuddi shunga o'xshaydi. Agar doimiy sug'orib turmasangiz, unda bu xuddi so'ligan guldek so'lib davom etaveradi. Garvard tadqiqotlari yoshi keksa odamlarning hayotini kuzatganda, ya'ni keksa ayol va keksa erkak buni hayotini kuzatganda juda ham ajoyib bir faktga duch kelishibdi. Ayni o'sha oila yoshlikda ikkalasi ikkita juft ham ish bilan band bo'lgan va bir-biriga vaqt ajrata olmagan. Va yosh katta bo'lib, ularda vaqt jihatdan qulaylik paydo bo'lgan, energiya jihatdan qisilish paydo bo'lganda, ular vaqtini birga o'tkazgan. Va ulardan qaysi payt siz baxtliroq bo'lgansiz deb so'rashganda, ya'ni ko'proq vaqtni birga o'tkazganimiz, ya'ni qarilik payti menga ko'proq baxt berdi degan gapni oldinga surishgan. Biz bu mavzu bilan faqatgina er-xotin o'rtasidagi munosabatda emas, balki ayni shu ikkita qoidani do'stlar, yaqinlar, ota-ona yoki qarindosh urug'larga ham bemalol qo'llashimiz mumkin. Ularga to'g'ri e'tibor berish, o'zi ochiq oydin agar vaziyatga qarasak, bitta joyga borsa ham telefon bilan bandmiz. 15-20 minut bir joyda ovqatlanmoqchi bo'lsa ham do'stimiz bilan telefon bilan bandmiz. Ayni shu vaziyatlar
insonlar uchun e'tibor eng kerakli bo'lgan vaziyatlar bo'lsa kerak. Bu faktni ham o'sha tadqiqotda o'qidim. Lekin o'zim to'g'risi biroz shubha ko'zi bilan qaradim. Shuning uchun ma'lumot o'rnida aytib ketaveraman. Inson yolg'iz qolsa yoki yaqinlaridan uzilib qolsa, alkogolizm yoki 15 dona sigaret chakkani bilan, ya'ni insonning sog'lig'iga shunchalik zarar yetkazar ekan. Bu bilan nima demoqchiman? O'zimizni atrofimizdagilarni qadrlashimiz uchun bizga alohida bir mo'jiza sodir bo'lish shart emas. Faqatgina kundalik e'tibor va insonlarga to'g'ri munosabatda bo'lish bu eng optimal yo'llardan bittasi. Siz shaxsan nima deb o'ylaysiz? Hozirgi zamonaviy munosabatlarni eng ko'p buzayotgan narsalar nima? O'sha Instagramdagi geylik yoki har xil insonlarning fikrimi yoki boshqa insonlar munosabatlarini to'g'ri qura olmayotganimi? Sizning fikringiz men uchun qiziq. Kanalga obuna bo'ling, like tugmachasini bosing. Yana shunaqa foydali ma'lumotlar ustida ko'rishguncha.